Assalomu alaykum hurmatli Agrouz kanali kuzatuvchilari, hurmatli fermerlar, dehqon xo'jaligi rahbarlari. Men Oltinko'l tumani qishloq xo'jaligi bo'limida faoliyat olib borayotgan Foziljon Azizbek bo'laman. Ushbu bo'limda agromaslahatchi sifatida faoliyat ko'rsataman. Biz zamon talabi ushbu kanalni ochishimizdan asosiy maqsad qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan fermerlarimizga, dehqon xo'jaliklarimizga, tomorqa yer egalarimizga qishloq xo'jaligida bo'layotgan yangiliklarni ta'lim berish orqali, umuman ilm-fandagi yutuqlarni ta'lim berish orqali amaliyotga tatbiq etishda bevosita ko'makchi sifatida biz faoliyatimizni boshladik. Qishloq xo'jaligida bilasizlar, barcha sohalar qatori bugungi kunda qishloq xo'jaligimiz keng qamrovda rivojlanmoqda, o'smoqda. Qishloq xo'jaligiga bo'layotgan e'tiborlar muhtaram prezidentimiz tomonidan ancha yuqori hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy talablardan kelib chiqqan holda fermerlarimizni har bir daqiqasini, har bir soatini mazmunli o'tkazish hamda ularga foydali videoroliklarni tayyorlash hamda ularga yetib borishini bevosita nazorat qilish hamda barcha innovatsiyalarni bosqichma-bosqich fermerlarimizga, aynan fermerlarimiz faoliyat ko'rsatayotgan har bir gektar yerga yetib borishga biz astoydil harakat qilamiz. Chunki bilasizlar, sohada bo'layotgan yangiliklar juda ham ko'p. Albatta bu yangiliklar yangilik bo'lib qolmasligi kerak. Barcha yerdan foydalanuvchilar uchun yetib borishi hamda amaliyotda o'zini ko'rsata olishi kerak. Buning uchun biz astoydil harakatlarni boshlayapmiz. Xudo xohlasa, Agrouz kanali sizlarga ham ko'makdosh, ham maslahatdosh bo'ladi degan umiddamiz. Biz ushbu kanalni albatta o'zimga hamroh sifatida Oltinko'l tuman qishloq xo'jalik bo'limida uzoq yillardan beri bosh agronom sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Elyor akam Mansurov bilan birgalikda olib boramiz va bu kishini bilimlari, bu kishini saviyalari, bu kishini fermerlar bilan muloqotda o'zlarini uzoq yillik tajribalari bizga albatta asqotadi deb umid qilamiz. Hozirgi so'zni Elyor akamga beramiz. Elyor aka, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar, hurmatli qishloq xo'jalik mutaxassislari. Ukamiz aytgandek, Xudo xohlasa biz shunday texnologiyalarni, yangi texnologiyalarni joriy etilyapti. Qishloq xo'jaligini hamma sohasida, dehqonchilik, poliz ekinlari, asosiysi shu paxta g'alla bo'yicha Xudo xohlasa yo'nalishlarimizni olib boramiz. Chigitni yerga qadalishdan tortib to pishguncha Xudo xohlasa sizlarga unib chiqish, rivojlanish, vegetatsiya davrlarini hammasini tushuntirib boramiz. Xudo xohlasa mana prezidentimizning tashabbusi bilan yangi texnologiyalar joriy etilyapti. Yangi navlar yaratilyapti, yangi urug'lar olib kelinyapti. Xudo xohlasa Andijon viloyatida mana hozirda juda ko'p navlar ekilyapti. Xitoy urug'lari, o'zimizning mahalliy 35 sulton navlari ekilyapti. Xitoy navlarining 58, 64, 78 navlari ekilyapti. Xudo xohlasa har bir urug'imiz yaxshi. Bularni qanday rivojlanish fazalari bor, ekish muddatlari, yer bonitetlari, yer issiqliklari, haroratlari, bularni hammasini Xudo xohlasa o'zimizning shu Agrouz kanalimiz orqali sizlarga yetkazib boramiz. Uzoqdagi akalarimizga Xudo xohlasa shu kanalni yoritdik. Bemalol kirib, tavsiyalarni olib, Xudo xohlasa savollar bo'lsa, savollarga astoydil javob beramiz Xudo xohlasa. O'zimizning shu vodiydagi yaqin akalarimiz, ukalarimiz Xudo xohlasa telefon orqali bog'lansa, joylariga yetib borib ham Xudo xohlasa xizmatlar qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.